Quba masjidiga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqdinglar. Alloh taolo qabul aylagan bo'lsin. To'liq umrani ajrini bergan bo'lsin. Endi navbatdagi ziyoratimiz Bi'rul Aris deb, Aris qudug'i. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida ayni shu xuddi shu manzilda o'zida quduq bo'lgan. Bu yer bog' bo'lgan. Quba masjidi bu darajada katta bo'lmagan. Quba yaqinida shu tomonda bir bog' bo'lgan, bog'ning ichida Aris ismli quduq bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quba masjidini ziyorat qilgani kelarkanlar, shu Aris, ya'ni bog'ga kirib, shu quduqqa kirib, shu quduqning suvidan ichib, tahoratlarni olib, nihoyatda muzdek shirin bo'lgan ekanda. Rohatlanardi ekanda, ko'p kelib shu quduqning suvidan ichardi ekan, rohatlanardi ekan. Bir kuni sahobiylardan biri Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolamga juda muhabbati zo'r bo'lganda sahobalarda. Ertalab sahar turib, bugungi kunimni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'tkazaman deydi ekanda. Rasululloh bilan ertamandan kechga Rasululloh bilan birga bo'laman deydi ekan. Madinada Payg'ambar alayhisolam istasalar yo'q. So'rishtiradilar, Rasululloh qayerdalar? Rasululloh Quba masjidiga ziyorat qilgani ketdilar. Abu Musa al-Ash'ari Quba masjidiga keladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam izlaydilar. Izlab qarasalar, bog'ning ichida, bu yer bog' bo'lgan, xurmo bog'. Aynan shu hudud ustida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirganlar. Nihoyatda bir narsalarni o'ylab, bir g'amgin bir o'yga botgan holatda o'tirganlar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bu holatda ko'rganligidan kirmasdan eshikni, xurmo bog'ning eshigini tagida men Rasulullohni shu yerda qo'riqlab turaman deydi ekan. Tushunyapsizlarmi? Abu Musa al-Ash'ari shu quduq joylashgan xurmo bog'ni eshigini oldida o'tirar ekan, tasodifan qo'qisdan Abu Bakr roziyallohu anhu kelib qolar ekanda. Abu Bakr roziyallohu anhu kelsa, xurmo bog'ni eshigini tagida Abu Musa al-Ash'ari, "Qayerga ketyapsiz?" Rasulullohni oldiga. "To'xtang" deydi ekan. "Men izn so'ray, ruxsat beray, ruxsat bersa kirasiz" deydi ekan. Payg'ambar alayhisalom oldilariga kirib, "Ya Rasululloh, sizni oldingizga Abu Bakr kirmoqchi." Deganda Payg'ambar alayhisalom ayting deydi ekan, kirsinlar, Abu Bakrga jannat bo'ldi deydi ekanda. Abu Bakr roziyallohu anhu kirarkanlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni shu quduqning ustida o'rtalarida o'tirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni boldirlari ko'ringan holatda o'tirganlar. Sahoba-i kiromlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga izma-iz har bir holat, hatto harakatlarini ham o'xshatishga harakat qilganda, Abu Bakr roziyallohu anhu kiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ng yonlariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday o'tirgan bo'lsa, xuddi shunday qilib o'tiradilar. O'tirishlarini o'xshatib. Bir ozdan keyin yana xurmo boqqa Umar roziyallohu anhu keladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni izlab. Abu Musa al-Ash'ari xurmo bog' eshigini tagida turibdi. "Qayerga ketyapsiz?" "Rasulullohni istayapman." "To'xtang, men izn so'ray." "To'xtang, men izn so'ray. Ruxsat so'ray." Abu Musa al-Ash'ari Payg'ambar alayhisalom oldiga kirib, "Ya Rasululloh, sizni oldingizga Abu Bakr kirmoqchi." Payg'ambar alayhisalom aytadilar-ki, "Ayting kirsin, Umar roziyallohu anhu, Umarga jannat bo'ldi" deydi ekan. Jannatni bashoratini. Jannatni bashoratini bering deydi ekan. Abu Musa al-Ash'ari chiqib, Umar, kiring ekan, sizga jannatni bashorati bo'pti" deydi. Tushunyapsizlarmi? Abu Bakrga jannatni bashoratini qildi. Rasululloh so'zlari haq. Umar roziyallohu anhu xursand bo'lib kirdilar. Payg'ambar alayhisalomni oldilariga kelib, chop tomonlarida joy bor edi. Payg'ambar alayhisalom qanday o'tirgan bo'lsa, xuddi shunday holatda o'tirdilar. Umar roziyallohu anhu ham. So'ngra bir oz vaqtdan keyin Usmon roziyallohu anhu ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam izladilar. Izlasalar shu yerdaligini eshitdi. Kesalar xurmo bog' eshigini tagida yana Abu Musa al-Ash'ari, "Rasulullohning oldiga kirmoqchiman. To'xtang, men ruxsat so'ray" deydi ekan. Abu Musa al-Ash'ari Payg'ambar alayhisalomdan, "Ya Rasululloh, siz oldingizga Usmon kirmoqchi" deydi. Deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayting deydi ekan Usmonga bir qancha musibatlar, fitnalar evaziga jannat bashorat bo'ldi deydi ekanda. Usmon roziyallohu anhuga shu so'zni qo'shib qo'yarkanda, musibatlar, fitnalarning evaziga Usmonga jannat bashorat bo'lsin deydi. Usmon roziyallohu anhu kirar ekan.
Kirsalar Rasulullahning o'ng yonlarida Abu Bakr, chop yonlarida Umar roziyallohu anhu o'tiribdilar. Bir xilda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhuni ko'rganlarida o'tirishlarini, holatlarini o'zgartiradi. Ya'ni boldillari ochib turgan holatdan tushiradilar. Usmon roziyallohu anhudan hatto maloika, farishtalar ham hayo qilganda, shunaqa hayoli sahobiy bo'lgan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom tushiradi. Shundan keyin shu uchalar o'tiradilar. Shu holat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin vafot topadilar. Vafot topgandan keyin Rasululloh sallamning muborak uzuklari bo'lgan, eshitganmisizlar? Muhammadur Rasululloh degan kumush uzuklari bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom shu uzukni o'zlaridan keyin Abu Bakrga bergan. Abu Bakr o'zidan keyin Umar roziyallohu anhuga bergan. Umar roziyallohu anhu o'zlaridan keyingi xalifa Usmon roziyallohu anhuga berganlarda. Usmon roziyallohu anhu Payg'ambar alayhisalom o'tdilar, Abu Bakr roziyallohu anhu o'tdilar, Umar roziyallohu anhu o'tganlaridan keyin bir kun kelib shu Hurmobod hududi ustida o'ylanib Rasululloh davrlarini, Abu Bakr, Umar roziyallohu anhu davrlarini o'ylanib o'tirar ekanda. O'tirganda qo'llaridagi uzugi, qarang, Rasululloh uzuklari quduqqa tushib ketib qolar ekanda. Usmon roziyallohu anhu shunaqa mahzun bo'lar ekan, xafa bo'lar ekan. Chunki u payg'ambar alayhisalom uzuklari edi. Shunaqa achinib, o'zi izlaydigan topolmaydi ekan. Quduqqa tushib, shungushni biladigan, suzishtarchi hudud ichida yuradigan odamlarni olib kelib izlatar ekan. Quduq topilmaydi ekan, hududda uzuk topilmay qolar ekanda. Bu narsani ulamolar, qaranglar. Ulamolar nimaga ta'vil qiladi? Payg'ambar alayhisalom bu hudud oldida o'tirganlarda birinchi Abu Bakrni kirishliklari. Rasulullohdan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lishlari. Undan keyin Umar roziyallohu anhuning kirishlari. Abu Bakrdan keyin Umarni xalifa bo'lishlariga bashorat. Undan keyin Usmon roziyallohu anhuning kirishlari. Usmon roziyallohu anhuning xalifa bo'lishliklariga bashorat. Bu narsa tasodifan bo'lganda, Rasulullohdan keyin ulamolar, sahoba-ikromlar ayni shu narsaga qarab turib, Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhuning xalifa bo'lishligini shu Bi'rul Aris, Aris qudugiga ta'vil qiladilar. Endi undan keyin Usmon roziyallohu anhu quduq shu uzuklar tushib ketadi Rasulullohda. Tushib ketgandan keyin yana bu quduq uzuk qudug'i ham deb ismlanib qoldi. Yo Bi'rul Aris yoki Bi'rul Xotam. Uzuk qudug'ida ham deb tanilib qolgan. Ozgina bo'lsa ham ma'lumot bo'ldimi, olajonlar? Alloh rozi bo'lsin. Alloh qabul qilgan bo'lsin. Inshaalloh.